Anesteziya haqida siz bilmagan faktlar. Anesteziya shunchaki uxlatish emas. Bilarmidingiz, bu tibbiyotdagi eng murakkab va xavfli jarayonlardan biri. Birinchi fakt. Anesteziolog shunchaki ukol qilib uxlatadigan vrach emas. U bemorning nafas olishini, yurak urishini, qon bosimini, hatto miya faoliyatini ham umumiy nazorat qiladi. Ikkinchi fakt. 1800-yillarda anesteziya hali yo'q edi. Odamlar operatsiyani hushyor holatda o'tkazishgan. Ilk anesteziya примерно 1846-yillarda qo'llangan. Uchinchi fakt. Anesteziya paytida siz uxlamaysiz. Siz sun'iy koma holatida bo'lasiz. Shuning uchun ba'zi holatlarda organizm o'zini qayta yuklab oladi, ya'ni perezagruzka bo'ladi. Odam operatsiyadan keyin o'zini yengil his qiladi. To'rtinchi fakt. Anesteziya hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Ba'zi odamlar tuya singari kuchli bo'lishadi. Ularni uxlatish qiyin. Boshqalarga esa kam doza ham kuchli ta'sir qiladi. Beshinchi fakt. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab 300 million odamga anesteziya qo'llanadi. Bu har 25 soniyada bitta operatsiya degani. Shuning uchun anesteziolog hayotingizda operatsiya vaqtida saqlab turadigan ko'rinmas qahramon. Sizlar bilan anesteziolog Axbarov Shohrux To'lqinboyevich.